Chayon burjining 7 kuni va sening shaxsiy koding. Azizlarim, siz mendan tez-tez mening yangi hayotim qachon boshlanadi deb so'raysiz. Shuni anglab olingki, bizda ikkita boshlanish nuqtasi bor. Birinchisi 18-aprel, barcha uchun astronomik yangi yil. Ammo ikkinchi eng muhim nuqta ham bor. Bu sizning tug'ilgan kuningiz. Shu lahzada Quyosh siz tug'ilgan paytdagi koordinatlariga qaytadi. Bu sizning shaxsiy yangi yilingiz, sizning individual impulslaringizdir. Agar siz o'z shaxsiy ritmlaringizni haqiqiy osmon ritmlari bilan birlashtirishni o'rgansangiz, siz yengilmas bo'lasiz. Chayon burjiga o'tish va mana endi biz yo'limizning eng sirli qismiga yaqinlashyapmiz. 23-noyabrdan 29-noyabrgacha Quyosh Chayon burjidan o'tadi. Atiga 7 kun. Nima uchun yaratgan bu davrni bunchalik qisqa qilgan? Chunki Chayon bu transformatsiya olovidir. Bu igna teshigidir. Oddiy goroskoplar bu davrni bir oy deb bizga uqtiradi. Ya'ni oddiy munajjimlar bashorati bu Chayon davrini bir oy deb bizga ko'rsatadi. Ammo azizlar, bunday kuchli bosimda bir oy davomida yashashga inson bardosh bera olmaydi. Haqiqiy osmonga ko'ra u bir oy emas, 7 kun davom etadi. Tozalanish rejimi. Bu 7 kun bizga eskirgan hamma narsani yoqib yuborish uchun berilgan. Nima qilish kerak? Keraksiz aloqalarni uzing, eski tuskilardan voz keching, gina qudratlarni unuting, kechiring. Davrning mohiyati bu o'zingiz bilan nihoyatda halol bo'lish haftasidir. Agar siz bu tozalanishdan o'tmasangiz, keyingi burchning yorug' energiyalariga kira olmaysiz. Ko'pchilik Chayondan qo'rqadi, ammo mening astroplatforma chingiza.com saytimda bu energiya bilan do'stlashishga o'rgataman. Haqiqiy hisob-kitoblar bo'limida shaxsiy yangi yilingiz, ya'ni tug'ilgan kuningiz ushbu 7 kunlik transformatsiya bilan qanday bog'liqligini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Oy taqvimi esa bu 7 kunning qaysi birida hal qiluvchi qadamni tashlash siz uchun yaxshiroq ekanligini ko'rsatadi. Saytga kiring, obunani faollashtiring va unutmang, men astroplatformachingiza.com saytida sizga shaxsiy voqealigingiz kartalarini tez orada to'liq shaxsiy kabinetingiz orqali berishni boshlayman. Silka shapka profilida. Chayon bu og'riq emas, bu ozodlikdir. Eski teringizni tashlang, chunki oldinda bizni oddiy taqvimlarda yo'q bo'lgan narsa kutmoqda. Keyingi rolikda men 13-chi hammamizdan yashirib qo'yilgan burch haqida, ya'ni ilon tashuvchi sirini ochaman. Bu sehr, jodu va imkoniyatlar chegarasidan chiqish vaqti. Haqiqiy vaqt mantig'iga obuna bo'ling.